Alloh taolo aytadiki, agar banda meni ichida o'zicha zikr qilsa, men ham uni ichimda o'zimcha zikr qilaman. Agar bandam meni ko'pchilikni, odamlarning ichida zikr qilsa, men uni ko'pchiligidan ko'ra yaxshi ko'pchilikning ichida uni zikr qilaman, ya'ni farishtalarning oldida. Qur'onda aytib qo'ydi Alloh taolo: "Fazkuruni azkurkum washkuruli va la takfurun." Meni zikr qilinglar bandalarim, men sizlarni zikr qilaman. Menga shukr keltiringlar, kufr keltirmanglar. Gunoh qilish juda yomon narsa. Yoki gunoh katta gunoh. Ammo gunohim kechirilmaydigan undan katta gunoh. Gunohim kechirilmaydigan odam Allohning G'afur sifatiga iymon keltirmagan bo'ladi. Gunohlarini barchasini kechiruvchi zot ekanligini tan olmagan bo'ladi. Alloh bandani yaratib qo'yib bor ketaver demagan. Yaratgan ham Alloh, tutib turadigan ham Alloh, har bir harakatidan xabardor ham Alloh, xayolidan nima kechayotganini biladigan ham Alloh. Hammasi Allohning nazari ostida. Bilib turibdi, ko'rib turibdi, hisobini qilib turibdi. Banda ana shungacha yarasha bo'lish kerak. Bir zum Allohning zikridan begona bo'lmasligi kerak. Doimiy ravishda Allohning zikri bilan qalbi bog'liq bo'lish kerak. Zikr bandani Allohga bog'lab turadigan muhim omildir. Alloh subhanahu va taolo o'zi hadis qudusiyda aytadi: "Bandalarim, sizlarning barchangiz, katta kichigingiz, oqingiz, qorangiz, erkagingiz, ayolingiz, yaxshingiz, yomoningiz, hammangiz dunyodagi eng taqvodor qalb egasichalik qalbga ega bo'lib, dunyoni ibodatga to'ldirib tashlasangiz, meni xazinamga zarracha narsa qo'shilib qolmaydi." Nima qilsa, banda o'ziga qiladi. Demak, Allohning ibodatini qilsa, o'ziga qiladi. Hamma narsani yaxshilikka yo'yish kerak. Hamma narsadan faqat yaxshilikni kutib, Allohning o'zi bizga shu yaxshilikni beradi degan niyatda yurish kerak. Shu niyatlik qilish, yomon narsalarni o'ylash, u bo'lib qolarmikin, bu bo'lib qolarmikin deyish insonning ruhiyatini tushiradi. Rasul akram alayhisolatu vassalom bir hadislarda aytadilarki, oxiri zamon bo'lganda bir odamlar chiqadi. Din bilan dunyoni talab qiladilar. Ya'ni dinni yuzasidan dunyo to'plashga o'tadilar. Odamlarni ko'rganda qo'yning terisini yopinadilar. Ya'ni odamlarga qo'yday bo'lib ko'rinishadi, yuvosh. Tillari qanddan ham shirin, ammo qalblari bo'rini qalbidek. Qaysi bir banda mol dunyoga o'ch qo'ysa, shuni orqasidan quvadigan bo'lsa, u mol dunyo uni o'ziga qul qilib oladi. Mol nima desa, pul nima desa shuni qiladigan bo'lib qoladi. Ibodat vaqtida ko'ngliga har xil narsalar kelishi, kufr darajasiga yetadigan, iymondan chiqib ketadigan holatga keladigan, aytishga birovga aytib shuni manaqa bo'lyapti deyishga qo'rqadigan narsa kelishi iymonni belgisi hisoblanadi. Yerda yurib borar ekansan, kekkaymagan, takabbur qilmagin. O'zingni qancha yuqori olsang ham yerni ham tesha olmaysan, toqqa ham yeta olmaysan. Bo'ying yetmaydi toqqa. Hamma bilib qo'ysin. Er-xotinlar ham, yosh qarilar ham, ota-onalar ham bolasini oilani buzishga, buyurishga ota-onaning haqqi yo'q shariatda. Kelin kuyov bir-birini yaxshi ko'rib birga yashaymiz deyaptimi, sharoit yaratib berish kerak. Erkakning tarafi ham o'g'liga xotinini taloq qilishga haqqi yo'q deyishga, ayolning tarafi qiziga shundan ajraysan bo'lmasa bolanmassan deyishga haqqi yo'q. O'zingiz qochib yurgan o'lim, o'lmayin deb qochib yuribsiz. Umringiz bo'yi o'lmaslikni chorasini, tadbirini ko'ryapsiz. Ko'ravering, lekin baribir sizga yetishadi. Vaqti soati kelganda fa innahu mulaqikum, o'sha o'lim sizga duchor bo'ladi.